Assalomu alaykum saxovatpesha insonlarim. Mana Imron Bekjon 9-oktyabrdagi holati. Kechadan oldin kun mana shunday holatga tushib qoldi. Bundan ham battarroq edi. Saturatsiyalari ahvoli juda og'ir ahvolga kelib qolgan. Mana sizlardan iltimos bolani sog'ayib ketishligiga o'z hissalaringiz qo'shib yordamlaringizni ayasalaringiz. 2025-yil 9-oktyabr kundagi holat. Sizlardan iltimos bolani sog'ayib ketishligiga yordam qo'lini cho'zinglar. Kechadan apparatlar tushib qoldi. Shunday holatga qo'lingiz boricha mana bolani sog'ayib tintularga qo'shilib yurib ketishligiga yordam qo'lini cho'zinglar. Sizlardan iltimos, sizlardan qaytmasa Allohdan qaytsin. Mana bolani sog'ayib ketishligiga yordamingizni ayamasalaringiz, yordam qo'lini cho'zinglar.